Davat qilaman, ko'p gapirmayman. Turbaga olaymi? Yo'q, mana shu knopkasi bor. Pastga olib qo'ysan, avalikani oldiga. Ha. Aha, bosma. Hali ovoz bormi? 1 2 3. Bomba! Singer GTR Carbon Edition for Real Sanjik. 7-13 ta mashinaning ichidan, yo'q 18 tami? 13 ta. 13 ta mashinaning ichidan 7-chisi Sanjik. Shunaqa. Xo'p, undan tashqari disklarga ham ahamiyat berdim. Nechinchi radius turibdi bu yerda? Adashmasam oldida 20, orqada 21. Узкий широкий deyiladi. Disklarni zakaz qilding. Ha. Polni topkar bu ham. Topkar. Gap yo'q. Undan tashqari detallarni olib ochsam, mana bu yerda bagaj ochish kerak edi, bir yozuvlarni ko'rdim. Shunaqa, agar spoiler ko'tarsam, yozuvlar bo'ladi. Hozir ko'tarib beraman. Spoiler ko'tariladi. Hozir. O! Mana yozg'iga baho berib yuboringlar. Real Sanjik. Real Sanjik yozig'i yo'q joy bormi? Ichida. Ichidami? Ha, bo'ldi. Oxirgi savolim, nimaga bunaqa nomerlar? 797 test. Uzoq o'yladingmi? Smysli bormi bunadir? Ma'nosi? Eng tez mashina bo'lgandan keyin tez degan yozuv aynan bunda bo'lishi kerak. Shu sababli shunaqa Stinger aynan tez mashinalardan biri deyilgan pechat ham qo'yilgan. Gap yo'q. Sanjar, tabriklayman, tegidan faoliyat yursan. Katta rahmat. Haqiqatan ham bomba bo'ldi. Hammamizga nasib qilsin. Noyob, haqiqatan ham Porsche kam O'zbekistonda. Bunaqa navarot bilan endi bitta ikkita keladi bordir, bittasi sanda. O'shaning uchun do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib, izohda fikrlarni qoldiringlar va albatta vizifligi ochamiz. To'g'rimi? Qonuniy, chiroyli hammasi. Moskvaga ham hali boramiz. Ishtirok etgani. Moskvada kimdir bilgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa, Moscow Only 500 degan musobaqa bo'ladi bahorda. Lyuksовый mashinalar как O'sha yerga ishtirok etgani O'zbekiston nomidan bormoqchimiz. O'ylaymanki, lekin u yerda juda ham seriyozniy, dostoyniy mashinalar ko'p. Da. Top 10 tani ichida bo'lsak, Katta gap. U katta gap. Juda xursand bo'lamiz. Da. Omad. Rahmat. Do'stlar, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlayveringlar.